Allohning al-Muqit degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende dehtanlarga Ustaz Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirlari darsliklaridan Allohning al-Muqit degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Allohning al-Muqit degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda bir yerda tilga ilingan. Sura Nisa 85-oyatida tarjimasi kimiki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimiki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Allah hamma ishga qodirdir. Al-Muqit tirik mavjudotlarning yeydigan narsalarni yaratquchi va bu yegan narsalarni badanlarga yetkazguchi zotdir. Bir tarafdan tirik mavjudotning badanlarining taraqqiy qilishiga sababchi bo'lg'uchi yemakliklarni yaratib badanlarga yetkazguchi zot. İkinci bir tarafdan qalblarining quvvati bo'lgan ma'rifatni qalblarga yetkazguchi zot demakdir. Ar-Razzaq sifati bilan al-Muqit sifati o'xshashdek ko'rinadi. Al-Muqit sifati umumiyroq va Ar-Razzaq sifati xosroq bo'ladi. Ya'ni al-Muqitdagi qut badan rizqlariga va qalb rizqlariga umum bo'ladi. Bende Allah subhanahu va taolaning al-Muqit sifatini bilgandan keyin o'zining badanining oziqi bo'lgan yemekni Allah subhanahu va taolaning o'zining yetkazadiganligini bilib, faqat Allohdanla so'rashi va qalb uchun ma'rifat rizqini ham faqat Allohdanla so'rash kerak. Xud at-tayfu ma'nisi g'olib qudratlik ma'nilaridami keladi. Buningga dalil Qur'oni Karimda Nisa surasining 85-oyatida. Tarjimasi Allah hamma ishga qodirdir. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Nisa 85-oyatida hozir o'qib o'tganimizdek tarjimasi kimiki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimiki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Allah hamma ishga qodirdir. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadislardan Abu Davud rivoyat qilgan hadisda tarjimasi bir kishining yemek içmek quvvatlariga ega bo'lgan bir kishining haqlarini zoya qilib o'tishi uningga yetarli gunohdir. Abu Davud 1694-numurli hadis. Alhamdulillah. Yuqorida Allah subhanahu va taolaning al-Muqit degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni oldinglar. Oxirini keyin qitamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.